ikkita 36 va 24 sonlarning e kubini toping deyapti. Bundan oldingi videoda biz bitta usulini ko'rib o'tdik. Endi uni sal osonlashtiramiz yana. 36 24 ni ikkalasini bitta ustiga yozib olamiz. Ikkalasi 2 ga bo'linadi. 18 12. Ikkalasi yana 2 ga bo'linadi. 9 va 6. Endi bu 2 ga bo'linadi, lekin mana bu son 2 ga bo'linmaydi. 2 dan keyingi tub songa o'taman. 3. 9 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 3 bo'ladi, 6 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 2 bo'ladi. Bitta bo'lsa ham mana bu bo'layotgan sonimdan kichkina son hosil bo'ldi va 3 bilan 2 o'zaro tub son bo'lib qoldi. Mana shu joyda shularni to'xtataman. Ana endi mana bu ustunda pastga qarab ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, bu sonlarning e kubi hosil bo'ladi. Barobar 2 ko'paytiruv 2 va ko'paytiruv 3 barobar 12. Misolning javobi 12. Bundan ham oson usulda ko'rishni istaysizmi? Unda kanalimizga a'zo bo'ling.